O'zbekistonda istalgan nuqtasini borib, tekshirib, narx-navosini ko'rib, sifatini ko'rib kelsin, bizni sifatimiz bilan narx-navo solishtirsin-da, albatta o'zimizga kirib Xalqbuloq bozorida skuterlar, quyosh panelli, undan tashqari yana nimalar bor deganlar uchun Master Tech do'konini obzor qilib, ichida nimalar bor, o'zi nima texnikalar sotishadi, kuxni uchun menimcha aburdilar sotishgan marojniy apparat ham turibdi. Kelinglar kirib, akam o'zlaridan so'raymiz. Sizning do'koningizda nima mahsulotlar sotiladi? To'liqroq ma'lumot so'rashga kirdim. 6 yildan beri oshxona, restoran, kafe, fast food sohasi uchun nima jihoz bo'ladigan bo'lsa, birinchi qo'llarda optim narxda o'zimizda qilib beramiz. Ya'ni sezonbop mahsulotlarimiz, frezerlarimiz, muzqaymoq apparatlar, sok axlatlarimiz, ayron apparatlarimiz hammasi optim narxda o'zimiz birinchi qo'llarda olib kelamiz. Tarqatamiz, sotamiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana koktelniy apparat, blender, koktel apparat hammasi bor. Xolodilnik deysizmi, morozelka deysizmi? Ko'rib turibman, hamma narsa bor ekan. Fast food ochish uchun qanaqadir skidka yoki nimadirlaringiz bormi? Bor, fast food ochish uchun aynan set qilib qo'yganmiz. Setimizga frituretsamiz bor. Setimiz 4 talik. 4 ta mahsulot bilan bemalol yangi ochayotgan odam fast foodni bemalol ochsa bo'ladi. Mana setimizning ichidagi bitta friturniksa bu. 5 litrlik bo'ladi, zavodskoy bo'ladi, Xitoydan keladi. Originali bo'ladi. Bitta friturniksa bo'ladi, ichida ham bir tosterimiz bor. Bu original Promash tosterimiz. Sifatlari konkretli, garantiyalari bilan. Xo'p. Keyin sho'rma apparatimiz bor. Xohlagan kishiga gazligi, xohlagan kishiga mana tokligi. Elektronligi. Elektronligi. Samovarimizda kichirog'i bor. Faqat qaynatib beradi. Bu issiq ushlaydigan, bu alohida. Setimiz ichiga kiradigani alohida 38 litr soatiga 18 litr suv oladigan samovarimiz bor. O'sha 4 ta narsasini biz o'ylagan holatda optim narxda $400 skidkada qilib qo'yganmiz hozir. O'zbekistonda istalgan nuqtasini borib, tekshirib, narx-navosini ko'rib, sifatini ko'rib kelsin, bizni sifatimiz bilan narx-navo solishtirsin-da, albatta o'zimizga kelib ketadi. Ya'ni farqi bor, javob bera olamiz, garantiyasi ham bor. Garantiyasiga, sifatiga ham garantiya bera olamiz. Narx-navo bo'yicha ham albatta javob beramiz. Qadoqlash uskunalari, upakovka apparatlari, qadoqlash uskunalari. Xo'p, keyin konditer sohasi uchun barcha turdagi pechlarimiz. Non, buchka, pryanik, любой narsa ishlab chiqaradigan pitsa pechka va popkorn apparatlarimiz biznesda uchun. Paxtaqand, popkorn, mana paxtaqand apparatimiz. Paxtaqand apparatlarimiz. Vaflitsalarimiz, qassoblar uchun suyakli arralarimiz, ya'ni go'shtlarni, muzlagan go'shtlarni suyaklarga kesish uchun arralarimiz. Mana bunaqa trenddagi vafli apparatlarimiz. Tushunarli. Narx-navolari eng arzon, ham eng sifatli zavodskoy mahsulot. Kelishsa, xudo xolasa, o'zlari guvoh bo'lishadi. Narx-navosini hammasini bir boshdan aytish o'zi mijozga nima kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqsa, narxlarni kommentariyaga yozib qoldirsin, bo'lmasa.